Hürmetli vatandaş, hazır sözlü geldik siyelerimden içinde ikkinchi leksiya çıkmaya kaptı. Şundaq bir aparat, şundaq bir kamera, benim kameralarım. Şunlaşqa onu men sözleşim gerek tolaqlap. Sizlar qarasam, bugün 22 ekan, men 23 depti. Men bunun için meni kechiringlar. Yuqorqi birinchi qatim so'zlangan leksiyani davomi, hurmatli vatandosh. Qonun loyihada Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonida boshqa sonliq millatlarni majburiy emgak solgan kishilarni importga qilish huquqi berildi. Bu yil yangi vazifaga o'ltirgan Avom palata Tashqi munosabatlar komitetining raisi Grigoriy Mekis, Demokratlar partiyasi mansubi Avom palata a'zosi mundaq ko'rsatdi. Bu komitetning vazifasi ma'qullangan har bir parcha qonun loyihani savdo sohasiga, iqtisod sohasiga, muhit asrash ve strategik siyaset sahasına elip girişini oylaş gerek. Yaki elip kirdi. Lekin en mühimi Amerika'nın yadrolu kıymet qarashları ve prensipleri boyunca her qanday murassaga yol qo'yilmaydi. Bu komitetning Cumhuriyetçiler Partisi'den saylangan a'zosi Michael McConnell bu qonun loyiha muhokama qilinayotganda bir parcha suratni chiqarib ko'rsatib turib, mundaq dedi. Bu dal hozir Jungoda Uyg'uristonda yuz berayotgan voqeadir. Sen hozir ko'rib turgan ekrandagi bu surat irqiy o'qitishning vahimalik ko'rinishini ko'rsatdi. Michael McConnell yana mundaq ko'rsatdi. Bir neçə yüz nəfər Uyğur poyezddən düşürülüyotidir. Qol putları zəncirləngan, kişəlləngan, közləri itilgan. Ularni cəza lageriga elib ketiyotidir. Biz bugün və ətə həmmimizdən ortaq məcburiyyətimiz var ki, bizdən bugün və ətə hemmimizden ahlak mecburiyetimiz var ki, keçiringlar. Bu paketlik cinayetlerinin bir xil irqiy o'qitish jinoyati ekanligini e'tirof qilishdan iborat. Çünkü Kompartiyasi bugün bizden bu yerde qilayotgan ishimizga intayin qattiq diqqat qilyotidi. Amaliyotda butun dunyo ko'rib turibdi. Michael McConnell yana mundaq ko'rsatdi. Navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken ve sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo ifoda bildirib, hozir Jungoda Uyg'uristonda yuz berayotgan ish irqiy qirg'inchilik deb belgilagan. Hozir vaqt to'shdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ve qadam harakat qo'llanib, Jungo Kompartiyasi o'tkazgan irqiy o'qitish jinoyatlari va Jungo Kompartiyasi o'tkazgan insoniyatga qarshi jinoyatlarga javob qaytaradigan vaqt keldi deb ko'rsatdi Avom palata a'zosi Michael McConnell. Yani bir mavzu vatandaşlar, Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro diniy e'tiqod erkinligi komiteti Jungoda diniy e'tiqod erkinligi davomli yomonlashyapti deb ko'rsatdi va hukumatning Beijingda o'tkaziladigan qishloq olimpik murosimiga Amerika amaldorlarini avatmasligini taklif qildi. Mavzuli xabar 4-oyning 22 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qildi. Washington Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro diniy e'tiqod erkinligi komiteti 4-oyning 21 kuni 2021 yillik doklad e'lon qilib,
Amerika hükümetinin davamlıq Cüngoni sistemlik ve yana davamlıq dini itiqat erkinligi eğer xilaflıq qılıvatqan devletlerge qatarga kirgizishini talep kıldı, ya taklif kıldı. Doklatı oxşaşlı mundaq müracaat kılındı. Eğer Cüngoni hükümeti dini itiqat erkinligiga davamlıq xilaflıq kılıdiken Amerika Qoşmuş Ştatları hükümeti 2022 yıl Beijing'de ötküzülüdüğün Kışlaq Olimpiyik murasımıga əməldarlarını əvətməsligi və qatnaşmaslığı gerek.